To'rtinchi insho, ikkinchi qism Climate Change, iqlim o'zgarishi mavzudagi inshoimiz davom ettiramiz. Demak, agree disagree insho turi edi. Introduction va birinchi badiiyda ko'rib chiqdik. Biz bu fikrga qo'shilmayapmiz, disagree bo'ldik va birinchi badiiyda ba'zi misollarni keltirdik. Endi davomi. If instead of taking the above measures, we simply try to live with climate change, I believe that the consequences will be disastrous. Agar demak tepadagi choralarni ko'rishni o'rniga biz shunchaki bu bilan yashashga harakat qilsak, men ishonamanki natija falokatli bo'ladi. To give just one example, I'm not optimistic that we would be able to cope with even a small rise in sea levels. Bitta misol aytsam, men optimistik emasman degani, batda endi tagidagi gapga bog'laydigan bo'lsak, men ishonmaymanki biz, demak cope degani yengmoq, yengib o'tmoq, yenga olishimizga hattoki ozgina ko'tarilish dengiz sathida. Ya'ni dengiz sathidagi ozgina ko'tarilishni ham yenga olishimizga ishonmayman deyapti. O'zi tagida qaraydigan bo'lsak, would be able to cope, ya'ni yengib o'ta olamiz, o'ta olardik deb darak gap turibdi, lekin tepadagi I am not optimistic that degan narsa buni teskarisini bildiryapti. Millions of people would be displaced by flooding, particularly in countries that don't have the means to safeguard low-lying areas. Millionlab odamlar ko'chirilardi yoki ko'chardi suv toshqinlari sababli, ayniqsa mamlakatlardagi qaysiki demak vositalar yo'q qo'riqlashga, demak past hududlarni qo'llashga vositalari bo'lmagan davlatlarda ayniqsa suv toshqinlaridan ko'chish bo'ladi millionlab odamlarda demoqchi. These people would lose their homes and their jobs, and they would be forced to migrate to nearby cities or perhaps to other countries. Bu odamlar yo'qotardi o'zlarining uylarini va kasblarini va ular majburlanadi ko'chishga, migrate, yaqin shaharlarga yoki ehtimol boshqa mamlakatlarga ko'chishga majbur bo'lishadi. The potential for human suffering would be huge, and it's likely that we would see outbreaks of disease and famine, as well as increased homelessness and poverty. Demak, inson azob chekishini ehtimoli juda katta va shunga o'xshaydiki, biz kasallik epidemiyalarini ko'ramiz va ocharchilik, shuningdek uysizlik va qashshoqlikni oshishini ko'ramiz, deyapti. In conclusion, it's clear to me that we must address the problem of climate change, and I disagree with those who argue that we can find ways to live with it. Xulosa, shu aniqki men uchun biz muammoni hal qilishimiz kerak, iqlim o'zgarishi muammosini hal qilishimiz shart va men fikrga qo'shilmayman, kimki biz bu bilan yashashimiz kerak deb hisoblaydigan. Shu ma'noda keltirilyapti. G'oyalar oddiy tuyulishi mumkin, lekin juda kuchli, ya'ni aniq real g'oyalar berilganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Insho yozishda, ya'ni batda berilgan misollar dunyoqarash kengligi, ko'proq ma'lumotga, bilimga ega bo'lishini ko'rsatish hisoblanadi. Ya'ni dengiz sathi bo'lishi iqlim o'zgarishi natijasida odamlar uysizligini yo'qolishi va shuningdek spesifik so'zlar outbreaks, epidemiya yoki misol uchun cope ga o'xshagan yoki safeguard ga o'xshagan so'zlarda ishlatilishi inshoda darajasini ko'taradi va biz ko'pchilik tarjima qilishda misol uchun reading jihatdan oladigan bo'lsak, means degan so'z keldi. Ko'pchilik ma'no anglatmoq degan ma'nosini biladi, lekin kam odam buni vosita degan ma'nosini biladi. Ya'ni shu joy don't have means to safeguard desa qanaqadir frazami deb o'ylashadi. Yo'q, shunchaki batda mean degan so'z fe'l emas, oddiy ot shaklida kelgan boshqa ma'noda. Ya'ni qaysiki yo'q vositalar. Safeguard degani protectga yuqoriroq darajasi qo'riqlamoq degan ma'noda keladi. Shunga o'xshagan so'zlarni ishlatish, demak ingliz tili bilimini kengligini ko'rsatib beradi. Inshoda shu narsa ko'proq o'quvchining bilimini ochib beradi va readingga keladigan bo'lsak, shu lug'atlarni bilish, tarjima qilishga olib keladi. Agar shu so'zlarni ko'rmagan bo'lsak, duch kelmagan bo'lsak yoki if bilan mana bu instead of taking ga o'xshagan birikmalarni birga ishlatilishini mashq qilmagan bo'lsak, readingni ham tarjima qilishda qiynalamiz. Buni ko'proq ko'rib o'rgangan yaxshi. Demak, shulardan iborat 4-insho.